o'zingiz bosing. Farg'ona Bog'dodda turibsiz hozir. Qayerda turganimni bilaman aka, lekin reklama qilayotgan narsamni sifati original bo'lishi kerak. Chunki yaxshi narsa beraman men odamlarga aka. Ko'rsating agar o'zingizga o'yin bo'lsangiz narsalaringizni bitta ko'ringlar. Yuring, men sizga zavodni ko'rsataman. Qani yuringchi, yuringchi. Aka, endi buni sifati, narxlari qanaqa bo'lyapti? Narxlari arzon. 20 mingdan 50 minggacha lisimiz bor. Zavod taraflama silliqlariga 10 yildan 12 yilgacha xavf yo'llari bor. Nimalari? Uni anjorliklar yaxshi ko'rishadi. Unga 17 yildan 20 yilgacha garantiya beramiz. Vasha zo'r ekan-ku. Yetkazib berishchi misol uchun. Dastavkalarimiz qanaqa bo'lyapti? Xo'p, dastavkalarimiz hozirgi kunda territoriyamizga o'zimiz Bog'dod territoriyasiga beryapmiz. Qo'shni viloyat, qo'shni tumanlarga narxlarni arzon qilib kelishtirib olib borib beryapmiz. Hozir ko'rayotgan lisingiz ham Andijon viloyatiga chiqib ketyapti. Mashalloh. Bu qanaqa bo'ldi? Xo'p, bularimiz yangi chiqqan list. Tunkafon qilib chiqarganimizda alikafonda chiqadi. Oppoq bo'lib, Oppoq bo'lib chiqadi, samolyotlarni ko'rsatmaydigan qilib urib beramiz. Voy, mashalloh. Ko'rganda alikafon bilan ajrata olmay qolasiz. Bularning rangi jigarrang, qizil, yashil, sariq, ko'k, lubu rang bor ekanda aka. Shunaqa. Lubu rangidan bor, lubu rangidan zakaz bo'yicha qilib beraveramiz. Aka, men bloger bo'lgan bo'lsam ham, lekin kranshterlarda ishlab turib, mana shu tunkada ishlaganman, siliflar qo'yib turib, bo'g'oz yo'liblar qilardi yoshlik paytimizda, shogird o'yirganimizda. Lekin men qo'yil qoldim, aka, siliflar ham har xil anaqalar chiqib ketibdi o'sha. Tayyor hamma narsalar chiqib ketgan. Arzon narxlarda, qarochi zakaz qilib, bemalol uyingizga sinfga qildirsa bo'lar ekan. Shu qilib beraveramiz. Bo'lmaysiz, aka. Bunaqa reklama qilgan joylarimizning ko'piga borib bu narsa qiladigan bo'lsa, sal ozgina o'tirib qo'yishyapti. O'shaning uchun o'zim o'yin bo'lish uchun zavodni ko'rsating dedim. Agar 12 ta viloyatdan kelib siz ishingizni o'rganaman degan insonlarga ham qanaqadir bir qulayliklar qilib o'rgatasizmi ishingizni? Agarda 12 ta viloyatdan kimda-kim ishimizni o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol ishimizni kelishib o'rgatib qo'yamiz. Agar kimgadir ishimiz ma'qul kelib, biznesmenlar qo'ng'iroq qiladigan bo'lsa, aloqaga chiqadigan bo'lsa, bemalol kelishib shartnoma qilib ishlayveramiz. Agarda shu videoni ko'rib, misol uchun 1000 kvadrat tunka misol uchun shu aniq oladigan bo'lsa, endi 1000 kvadratni birdaniga ham ola olmaydi, bilasiz-ku. Shu bo'lib 1000 kvadrat olsa, mastik narsalar любой tanlovsa bo'lar ekan ustalar. Xuddi shunaqa, bemalol tanlash olib ketishaveradi. Endi 5 tashlang. Mana shu videoning tagida eng chiroyli kommentariy yozib, ana o'sha kommentariyasi eng ko'p like olsa va sizni profilingizga podpiska bosib qo'ygan inson bo'lsa, bitta mashina hadya qilib olamizmi? Bo'ldi, qilib yuboramiz. O'rtoqlar, davay shoshilamiz. Sizlar uchun ajoyib imkoniyat. Dang'illatib tashlaymiz. Storyga qo'shingizdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.